Sağ bo'linglar. Endi mana qo'shiqlar bor, qo'shiqlar ko'p, qo'shiqchilar ham ko'p, lekin qo'shiqlarning ichida ham eshitadigan qo'shiqlar bor, o'chirib qo'yadiganlari bor. Ustoz san'atkor Sherali aka Jo'rayev birinchi muhabbatim qo'shig'ini aytganiga 48 yil bo'libdi. Tunukni o'zlaridan so'rab. Nima uchun shu birinchi muhabbatim qo'shig'ini salkam rahmat, katta qiz bo'linglar, rahmat. Salkam 50 yil bo'lgan bo'lsa ham xalqimiz, tomoshabin muxlislar eshityapti. Chunki uni so'zlarini O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston xalq qahramoni Abdulla Oripov maromiga yetkazib yozganlar. Ustoz san'atkor Sherali aka Jo'rayev buni maromiga yetkazib ijro qilganlar. Musiqasi ham joyida. Bunday qo'shiqlarni umr boqiy qo'shiqlar der ekan. Bizdan keyingi avlodlar ham hali bu qo'shiqlarni eshitar ekan. Umr boqiy qo'shiqlar der ekan. Qarang, hozir shunday qo'shiqlar bor. Tug'iladi-yu o'ladi. Shunday qo'shiqlar bor, o'lik tug'iladi. Bir marta eshitishga ham yaramaydi. O'zi qo'shiqda eng asosiy narsa nima? Birinchi navbatda so'z, keyin ovoz, keyin musiqa. Hozir teskarisi. Birinchi o'rinda klip, ikkinchi o'rinda muzika, uchinchi o'rinda ovoz, she'r yo'q. O'zi yozib olgan. Biz yashab turgan dunyoda yana bir dunyo bor. Bu she'riyat dunyosidir degan ekan. Qo'shiq eshitganingizda albatta so'ziga e'tibor berish kerak edi. To'g'rimi? Ba'zi qo'shiqlarni eshitsangiz hayron qolasiz. Qarang. Haligi Mango degan guruh bor. Yoshlarimiz yaxshi ko'radigan guruh. Ana shularni qarang. Seni dadang rais olib keladi mayiz. Olib kelmasa mayiz, nupakadi zayiz deydi. Men o'sha qo'shiqni she'rini yozgan shoirni topdim. 3 yashar bola ekan. Do'mbitayda o'ynab yurgan ekan. Sen yozaymi she'rni desam, men yozishni bilmayman aka, aytib turdim, o'zlari yozib oldi dedi. Kechirasizlar, G'ulom akaning uyi qaytdi desam, ashula bo'lyapti-da hozir. Eshitdinglarmi o'sha ashularni? Kechirasizlar, G'ulom akaning uyi qaytdi, yakka saroyda, bojalar Buxoroda o'sha kuni, Munisani o'sha kuni tug'ilgan kuni. Yoki o'zgaradimi to'y kuni vaqtida hal qilish kerak buni. Meni mahallam limanariya. Keling mehmonga buyuk Ipak yo'li metrosidan sal nariya. Men u qo'shiqni she'rini topolmadim. Chunki she'r emas ekan, u bittasini uyini hujjati ekan u. Hali kadastr beradi-yu hokimiyatdan. Uy qayerda joylashganligi haqida. Shunaqa qog'oz ekan u. Bojalar bitta duet aytibdi, bojalar guruhi. So'zini zo'rg'a yodlab oldim, sizlarga aytib beraman deb. Ashularni qarang. Yana keldim izlab jonim, nega daraging yo'q. Bizlab borsam jonim, dema keraging yo'q. Bu eng ma'noli joyi. Yo'q dema Tailand qizi, yo'q dema Zebo xolamning qiziga o'xsharkansan, yo'q dema kimonosi bor, butsilari bor, suzishni bilmasa ham shortilari bor. Baxtiyor aka dadalari taksi haydar, tog'alari dehqonchilik qilishadi, uyda ota bobolari noyobganda mening oyim. Tailand qizga yetolmayim mening toyim, uka toyim, qo'chqarvoyim, butsilari bor, fermalari bor, kaptarlari bor, hisob kitob qiladigan daftarlari bor. Endi bu qo'shiqmi, she'rmi bilmadimmi, gap ham emas-da bu. Gapda ham sal egizim bo'ladi-da gapda ham. Mana qo'shiqchilikda o'xshatish degan narsa bor. Masalan, ayollarning qoshini qaldirg'ochiga, ko'zini oxiga o'xshatadi. Alisher Fayzovda Xorazmcha ashula aytibdi, konsertida eshitdim. Hali uncha populyarni bo'ladi ashulasi. Ikkama o'xshatib tashlabdi, bilan deb o'xshatishgan. Bitta labni o'zini 4 xil mevaga o'xshatgan. Nima deydi? Ikki labi qo'sh gilas. Ustki labi ta'mi anjir. Lab o'rtasi uzum, voh, ostki labi olchadir deydi.
tasavvur qiling, ikkita labi qo'sh gilos ekan. Tepasidan anjirni ta'mi kelar ekan. O'rtasidan uzumni ta'mi kelar ekan, pastki labidan olchani ta'mi kelar ekan. Men aytdim, tishini yuvmagan ekan o'sha qiz dedi. Aytdim, bu she'rni qayerdan oldingiz desam, aka hech kimga aytmang-ku deydi. Uydan chiqib ketyaptim studiyaga. She'rni oldim deb, xotin bozorga yozgan spiskani olib chiqib ketibman. Bu xotining yozda banka yopaman deb spiska qilib bergan ekan. Bordim, nima qilay endi? Pul to'langan aytib yubordim, yaxshi ashula chiqdi deydi. G'alati ashulalar paydo. Uyda o'tirsam birov chaqiryapti. Avo! Avo! Kim ekan bemahalda deyman. Zvonokni ham bosmaydi. Chiqib qarasam hech kim yo'q. Kirib ketasan, "Voy!" "Oh!" Sam xotinim, "Dadasi, sizni hech kim chaqirmayapti. Jasur Umirov ashula aytayapti. Men bu yoqqa qarang" deydi. Eshitdinglarmi, Jasur Umirov avaz degan ashula aytibdi. "O, avaz. Jim yur avaz." Qizlarning ismini tugatib bizga o'tibdi endi. Chunki Jasur Umirov aytib bo'ldi, Oysha ham qolmadi, Masha ham qolmadi. Jumagulni Oysarpay qo'shib aytib tashadi. Endi erkaklarga o'tibdi. Yaqinda Saypi degan ashula aytibdi. Mayli bor, Saypini yoniga bor, ko'nglingni olib qo'ygan, bor o'sha daydiga bor. Ale, Bahodir Mo'minjon tashulasini eshitdinglarmi? Ashula qarang. O'sha kun men mas edim. Bahonada bu, bahona. Mas edim, uyda mas edim. Bormas edim, sog' bo'lsam, bu ishni qilmas edim. Keyin e'tibor berasizlar, mana erkak xonandalarimiz, ba'zi erkak xonandalarimiz aytayotgan qo'shiqlarni immuniteti past. Bo'sh ashulalar ko'payib ketdi. Erkak kishi shunaqa ashula aytadimi? Mana Bahrom Nazarov o'zimni do'stim, zo'r san'atkor. Ashulani qarang. Ayang edim izlaringdan, ayiri. Ayiri. Ne takdir ki ko'zlaringdan, ayiri. Ayiri. Men aytdim, bunaqa bo'shashadigan bo'lsang, boshqa narsa sendan mayli qolasan. Erkak kishi shunaqa bo'sh ashula aytadimi? Mana o'sha qo'shiq ohangi qolsin, faqat so'zini o'zgartirish kerak. To'g'rimi? Ketmoqchi eding yo'llaringdan, ayiridim. Ayiridim. Uchmoqchi eding qanotingni, qayiridim. Battar bo'lgulim. Desa, erkak kishi shunaqa dadilroq bo'lish kerak-da. Undan keyin yana bitta ashula aytibdi, undan ham immuniteti past. Eshitdinglarmi? So'zini qarang. Sochlarimda qo'llarini izi qoldi. Voy, erkak kishining sochida ayol kishining qo'lini izi qoldi. Buni gapi bo'yicha ayol kishi sochini silaganda erkakning sochini. Aksincha bo'lish kerak emasmi? Men almashib qoldim hozir. Sochlarim, yog'i dahshat. Sochlarimda qo'llarini izi qoldi. Ko'zlarini aksi qoldi. Mendan o'tgan ayblar nima? Hayotimdan u jimgina chiqib ketdi, men bilmadim. Voy, sochini silab chiqib ketibdi, bilmabdi. Qanaqa bo'lgan endi? Dadajon esa g'oji kelaman.
o'tirib turing, sizga qaqqalar, lallalar olib kelaman, o'tirib turing. Qaytanga ayollarimiz dadil. Mana Mavluda Asolxo'jayevani qarang. Ayol kishi bo'lib turib aytayotgan ashurasini qarang. Seni sevaman deb aytishday o'zingdan. Necha oy u yildan beri o'pkim kelar yuzingdan. Voy seni sevaman deb ayta qolgin ko'zingdan. Sevdim deb aytmaguningcha yuraverman o'zingdan. Maka bitta o'pay, maka. Mavluda Asolxo'jayeva shunaqa deb turibdi. Bu yerda Dilshod Rahmonov chiqib olib, yar-yarning ovozi kelyapti. Sevganim kimgadir yor bo'lyapti. Kimga yor bo'layotganini bilmas ekan. O'tyapman, 30 dan o'tyapman. Men seni haliyam kutyapman. Yerga tekkan nimasini kutyapsan? Ajrashib kutyapsanmi? Bu yerda Hosil Rahimoni qarang endi. Hay haya, hay haya. Qandingni davringni qandingni ur, hay haya, hay haya, hay haya. Burada gitara. Davringni qandingni ur, davringni sur, hay haya, hay haya, hay haya, hay haya, hay haya, hay haya, hay haya. Butasi sahroda o'tiryapti, erkak. Ashulani qarang. Sahrodaman sensiz, azobdaman sensiz, yuragim qiynoqda, tironningdan. Balabon sahroda. Qizni oldiga bor. Kalta kiysan sevib qolganmisan? Bo'sh bular, bo'sh. Mana erkak xonandalarimiz ichida ham bor. Mana Xus Rasulov qarang. Dilorom ko'rmasam dilda yo'q orom. Ko'changdan intizor o'tganlarim bor. Qo'llaring izi bor deya har oqshom. Darvozang zulfini o'pganlarim bor. Qarang, ma'nosini qarang. Borsa qiz yo'q ekan, qo'li tekkan deb darvozani zulfini o'pib ketdi. Mana erkak. Yaxshi ham qiz yo'q ekan. Agar mana shu kayfiyatiga qiz yo'ldan chiqqanda bor-ku. Yeb qo'yardi qizni. Bu qiz ham bilganda tomga chiqib qolgan u. Bobomurod aka Hamdamov qarang, 80 ga kirdi o'sha odam. 80 yoshda aytayotgan ashurasini qarang. Uzoqdan bir pari kelar. Qarib qolgan, qo'lidan bittasi yetaklab olgan. Bu kim ekan? Qarib qolgan, ko'z o'tmayapti. Nu qiziqish bor-da. Emme yüzüge dirmule. Bu kim ekan, kim ekan? Nazar salsam mana yüzüge. Charos ko'zi kulib turgan kim ekan? Kim ekan? Uzoqdan kelayotgan qizga qiziqyapti. Ma'murga o'xshagan so'taylar yonidan o'tib ketsa qaramayapti.
Bu hammasi ashulada immunitetni yo'qligidan. Yani ko'yni bo'lmasdan borib surishtiryapti. Kim ekan, u kim ekan? O'zi kim ekan, qayerli ekan, kim ekan? O'shaning uchun qo'shiq eshitganda mana so'ziga e'tibor berishga birinchi o'rinda. Haligi uzoq joyda endi xizmatdan kelyapmiz. Haligi Sobir Rahimovda Olmazor metrosi nima deydi? Ko'prik bor-ku. Vohadan kelgan mashinalar shu yerga kelib to'xtaydi. Shunda mashinaga chiqaman deb to'xtasam, "Avazaga qayerga borasiz?" debdi yigit. Yosh yigit. Aytdim, "Yunusobod kelsin. O'tiring aka, men borib qo'ying. O'tiring." Mashinasiga chiqib oldim. Kelyapmiz. Ashula qo'yib qo'yibdi endi. Haligi bir rizibchi ashula. Ashula ham vahima bor. Bet boy, bir narsa taqdim etadi, bir narsa dramasidan parcha. Aytdim, "Uka, to'ydan bosh olib kelay. Mana shu o'chirib qo'ying." Sen aka eshitib ko'ring, bu zo'r ashula dedi. Qani bolalar qanaqa ashula eshityapti ekan yoshlar. Qani qo'yingchi boshdan dedim. Ashula bor-ku, ashula emas u. Ujis. Yomon qo'rqinchli ashula ekan. Ashulaning nomi 15 ta kam 3. Sizlar eshitmaganmisizlar mabodo? U voqea ekan, qanaqadir voqea ekan. Men taksida borardim, bir payt yo'ldan bir qiz chiqdi, mashinaga o'tirdi. Haydang akajon, tezroq haydang akajon. Soat 15 ta kam 3 da, Ko'kcha mozorini oldida meni yaxshi ko'rgan yigitim kutyapti dedi. Yuragim o'ynashni boshladi. Nimaga bu mozorda oldi kutadi deyman. Shuncha park qurib qo'yibdi davlatimiz. Qizgina qo'lida qizil atirgur so'lib borar edi, ko'zlarida yosh edi. Tezroq haydang akajon, tezroq haydang. Soat 15 ta kam 3 da Ko'kcha mozorini oldida meni yaxshi ko'rgan yetim kutyapti dedi. Men qizga aytardim, shoshilmang, hali borasiz, ko'rishasiz, sevganingizga yetasiz. Yo'q akajon, tezroq haydang iltimos. Soat 15 ta kam 3 dan kechikma degan. Bir payt soat 20 ta kam 3 bo'ldi. Men svetoforning qizil chirog'iga kelib to'xtadim. Qiz mashinadan tushib qoldi. Bir pasdan keyin qizni mashina urdi, u o'ldi. O'sha payt 15 ta kam 3 edi, u o'lgirdi. Keyin bilsam, bu qizni yaxshi ko'rgan yigiti bir oy oldin olamdan o'tgan ekan va bir kun oldin tushiga kirib, ertaga 15 ta kam 3 da Ko'kcha mozorini oldida ko'rishamiz degan ekan. Ana ashuladan keyin yurak o'rniga tushib qoldi. Yuragim qaq ketdi bilmayman. Amallab uyga kelib oldim yarim kechasi. Aksiga olib xotinam enasiga ketganda. Bu xotin degani hech kerak paytda bo'lmaydi. Bir o'zim mana shunday uyga kirdim, eshikni qulflarni hamma svetlarni yoqib tashladim. Yotoqxonani ham yoqdim, zalni ham yoqdim, detskini ham, koridorni ham hamma yoqni yop-yoriq qilib, shunday devordagi soatga qarasam 15 ta kam 3 bo'libdi-da. Mana shunday qildim. 10 minut turdim, o'zi ham qarayolmasdan. Peshonaga osib qo'ygan ekanman soatni ham. Bazaga shunday qarasam, yana 15 ta kam 3da. Bu padalangan holat soat batareyasi tugab o'chib qolgan ekan shu. Soatni teskari qilib to'ntarib, ertalabgacha uxlamay chiqdim. Qarang, o'sha shu. Albatta yoshlarimiz qo'shiq eshitayotganda e'tibor beraylik. Qo'shiq ma'naviyatimizga, ruhiyatimizga ta'sir qiladi. O'shaning uchun ma'noli qo'shiq bo'lsa inson maza qiladi. Mana ulug'imsan vatanim, qanaqa chiroyli qo'shiq a? Ha? Hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. Qanaqa go'zal qo'shiq. Ha? Yurtim har qarich yeri Ozodbek Nazarbek. Orimdan ulug', sevgan farzandlarimdan, yorimdan ulug'. Nada or, nada yor borimdan ulug', har jondan shu tuproqning bir gardi afzal. Kim uni ko'zga surtsa, mendirman o'sha. Kim yurtiga sodiq tursa, mendirman o'sha. Ha? Qarang, qanaqa ajoyib. Bu qo'shiqlar, mana shu qo'shiqlar yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalaydi. Buyuk maqsadlar sari olg'a boshlaydi. Mana shunday qo'shiqlarimiz ko'paysin, yaxshi qo'shiqlar, yaxshi kuylar hamisha sizlarga hamroh bo'lsin. Samimiy kulgu sizlarga hamroh bo'lsin.